Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz aytganlar, bir odam boyni oldida faqat uni boy bo'lganligi uchun qulluq qilib turgan bo'lsa, dinini 3dan 2si ketdi, 3dan 1 qoldi. Agar Alloh taolo bir bandani faqir qilib qo'ygan bo'lsa yoki qo'liga bir dunyo matohidan bermagan bo'lsa, bu shu bandani Alloh xor qilib qo'yibdi degani emas. Kambag'allik, rizqni tangligi, qo'lni kaltaligi birodarlar, bu Alloh uni xor qilganligini belgisi emas. Alloh taolo kimgadir ato qilgan dunyo matohidan, kimgadir bermagan. Astagfirullah. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Bas endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, unga karam qilib, ne'mat ato qilsa, Parvardigorim meni aziz qildi der. Juda ko'p odamlarda tasavvurida shunaqa. Qo'lida dunyosi kattami? Demak, bu Alloh buni erkalatib qo'yibdi, Alloh buni yaxshi ko'ribdi. Endi kimdir qo'lida bu dunyo bo'lmasa, kambag'al bo'lsa, demak Alloh buni siylamabdi. Alloh buni xor qilibdi. Allohni tanimagan iymonsiz johillarning tasavvuri ayni shunday. Oyatni qarang. Endi qachon Parvardigori uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, Parvardigorim meni xor qildi de. Alloh taolo kalla deyapti. Yo'q, unaqa emas. Berganim mukofot, bermaganim jazo emas. Boy qilib qo'yganim, ikrom ko'rsatganim, kambag'al qilib qo'yganim jazolaganim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Alloh taolo bergani, boy qilgani bu sinov. Bermagani shifo. Nimadan shifo? Gunohdan. Puli ko'p bo'lmagan odam gunoh qilgani imkoniyati kaltaroq bo'ladi, boy odamdan ko'ra. Endi Alloh bir bandaga shu dunyo matohini katta qilib beribdi, boy qilibdi. Alloh senga ato qilgan bir narsani Allohning toatiga sarflayotgan bo'lsang, u ne'mat deyiladi. Alloh bergan narsani toatga sarf qilmasang, u ne'mat deyilmaydi. Tushunarliga? Boy qilib qo'ydi, boyligingiz Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflanayotgan bo'lsa, bu ne'mat deyiladi. Boy qilib qo'ydi. Endi bu boyligingiz Alloh norozi bo'ladigan joyga sarflanayotgan bo'lsa, bu ne'mat deyilmaydi, balki jazo deyiladi. Birodarlar, bizning e'tiqodimizda boylik, mol-u davlat sinov deyiladi. Qaytarib aytamiz. Allohning yo'lida, Allohning rozi bo'ladigan ishlarida boyligini sarflasang, bu ne'mat, mukofot. Boyligini Alloh norozi bo'ladigan gunoh, ma'siyatga sarflasang, bu jazo bo'ladi. Xotin mukofotmi, jazomi? Xotin mukofotmi, jazomi? Agar xotinni Allohning toatiga boshlasangiz, u mukofot. Agar o'zini holiga tashab qo'ysangiz, jazo. To'g'rimi? To'g'rimi? Agar siz Allohni tanitib, Allohdan qo'rqishlikka o'rgatsangiz, o'zingiz diyonatingizda mahkam tursangiz, shuni siz hayotingizda ko'rsa, xotin ham ergashib Allohdan qo'rqar edi. Shuning uchun qo'liga katta boylik berilgan insonni ko'rgan paytda buni hayoti zo'r demang. Qarang, u boyligi nimaga sarflanyapti? Qayerdan topyapti va qayerga sarflayapti? Alloh halol degan joydan topib, halol degan joyga sarflayotgan bo'lsa yaxshi. Aks holda bu harob buni holi. Farzand mukofotmi, jazomi? Xuddi shu qoida. Agar Allohni tanitgan bo'lsangiz, Allohning toatida turgan bo'lsa, farzand mukofot. Aks holda nima? Jazo. Mana shu asosiy qoida. Dunyoning hamma yaxshiliklari, boylik, sog'lik, quvvat, farzand, ayol, bularning hammasi Qur'onning o'lchoviga ko'ra, Allohning shariatiga ko'ra sinov, imtihondir. Bergani aziz qilgani emas, man qilgani xor qilgani emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Alloh seni bir narsa bilan sinab balolabdimi? Xorlandim dema. Menga bermadi, palonchiga berdi dema. Alloh onani yaxshi ko'rdi, meni yomon ko'rdi dema. Alloh seni sinovga soldimi?
Nimanidir bermadimi? Demak, seni yaxshi ko'ribdi. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasini sinovga soladi. Agar yana ham yaxshiroq ko'rsa, shu sinovga sabrli qiladi, kuniga qanoatli qiladi. Boylik va faqirlik haqida nima deyilgan? Al-faqru wal ghina ibtila'u minallohi li'abdihi. Boylik va kambag'allik Alloh tomonidan bo'lgan bir sinov. Xo'p, boylik, kambag'allik sinov ekan. Endi Alloh taoloning ikromi nima unda? Alloh taolo bir bandani erkalatib qo'yish qanaqa bo'ladi? Berganini mukofot emas deyapti Alloh. Bermay qo'yganini jazo emas deyapti Alloh. Sizga yoqadigan narsani berishi azizlik-ku, siz xohlagan narsani bermaslik bu xorlik belgisi emas. Endi Alloh ikrom qilgan bandasi qanaqa bo'ladi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi qanaqa bo'ladi? Alloh erkalatib qo'ygan bandasi qanaqa bo'ladi? Mana, eshitinglar. Allohning nazdida ikrom nima? Allohning nazdida azizlik nima? Astagfiru billah. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Bu oyat Yusuf alayhisalom haqida. Qachoniki Yusuf voyaga yetgach, unga hikmat va bilim berdik. Biz chiroyli amal qilguvchi zotlarni mana shunday mukofotlaymiz. Ana Yusufni erkalatdik deyapti Alloh. Yusufga ikrom ko'rsatdik. Yusufni aziz qildik deyapti. Nima bilan? Hikmat berdi, bilim berdi. Agar Alloh taolo sizga iymonni berib, taqvoni berib, ilm va hikmatni bergan bo'lsa, xursand bo'ling. Allohning nazdida bandaga ko'rsatiladigan ikrom shunaqa bo'ladi. Bizda endi qanaqa endi? Xudoga yoqqan joyi bor, o'shuning uchun nimasini katta uzgan? Nimasini katta uzgan? Zuvolasini katta uzgan. Mashada tushuncha. Boymi? Demak Allohga yoqqan. Kambag'almi? Demak Allohga yoqmagan. Birodarlar, boylik. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga ham, yomon ko'rgan bandasiga ham beraveradi. Ammo iymonni, taqvoni, ilm va hikmatni faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Usmon ibn Affon juda katta boy odam bo'lgan. Abu Lahab ham boy bo'lgan. Abdurrahmon ibn Avf juda katta badavlat odam bo'lgan. Abu Jahl ham kambag'al bo'lmagan. Umayyah ibn Xalaf ham mana kofir. Biz o'zaro munosabatlarimizda mana shu o'lchov bilan muomala qilishni boshlaymiz, keyin hayotimiz o'rniga tushadi. Ya biz tushuninglar, biz boyni yomon, kambag'alni yaxshi demayapmiz, men kommunistlarga o'xshab. Boyni yomon, kambag'alni yaxshi demayapmiz. Biz aytyapmiz, bergani ham, bermagani ham sinov deyapmiz. Chiqarib tashlaylik kallamizdan. Buni puli ko'pmi demay mendan aziz. O'zi ham shunaqada, boy tursa indamay turib olasiz, gapira olmaysiz argin oldida. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz aytganlar, bir odam boyni oldida faqat uni boy bo'lganligi uchun qulluq qilib turgan bo'lsa, dinini 3dan 2si ketdi, 3dan 1 qoldi. Faqat boy bo'lgani uchun qulluq qilib turasiz. Endi agar bu boy iymonli bo'lib, halol topib, yaxshi joyga pulni sarflab, musulmonlarga foydasi tegayotgan bo'lsa, shu yaxshi amal uchun hurmat qilamiz. Endi bunaqa amal yo'q, prosta boy. Shuning uchun qulluq qilayotgan bo'lsangiz, diningizni 3dan 2si ketdi. Tushunarlimi? Endi Allohning nazdida eng hurmatli odam kim? Astagfirullah. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning oralaringizda Allohga mahbubroq bo'lganingiz, hurmatliroq bo'lganingiz, taqvodorrogingiz. Mana Qur'onning o'lchovi. Kim Allohdan ko'proq qo'rqayotgan bo'lsa, ko'proq amal qilayotgan bo'lsa, shu odam Allohga boshqalardan ko'ra mahbubroq. Mana shu o'lchov tushunchalarni birodarlar tuzatishimiz kerak. Bu qachongacha g'arbdan, sharqdan kelayotgan fikrlar bilan yashaymiz. Bu boymi Alloh siylabdi, kambag'almi Alloh yomon ko'ribdi degan bu fikrlardan voz kechishligimiz kerak, lozim va lobud bo'ladi. Chunki dinimiz mana siz bilan bizga boylik bilan kambag'allikning nima ekanligini bayon qilib beryapti.
Allohning nazdida eng hurmatli bandani ko'rmoqchimisan? Allohning nazdida kim hurmatli ekanini bilmoqchimisan? Unda qara. Mustaqim bo'lgan, dinida mustahkam turgan odam mana shu banda Alloh uchun eng suyukli banda. Allohning valisi, Allohning do'sti, Allohga yaqin bo'lgan banda. U qanaqa bo'ladi? Bu havoda uchib yurgan odammi? Yoki suv ustida yurgan odammi? Yo'q. Allohning valisi Allohning buyruqlarini qoldirmay bajaradi. Man qilgan narsaga yaqin kelmaydi. Mana shu odam Allohning valisi deyiladi. Darsimizning mavzusi faqirlik manzilati. Allohga muhtojlik manzilati. Bir yaxshi ishga qudrati yetib, shunga muvaffaq bo'lib qilib qo'ysa, Allohni tanimagan odam men qildim deydi. Men faloncha pulni sarflab qo'ydim, anavi ishni men hal qilib qo'ydim. Allohni tanigan odam nima deydi? Allohning fazli bo'ldi. Mana shu mushkullarni hal bo'lishini Alloh xohlagan ekan, meni shunga nima qildi? Sabab qildi. Men demaydi musulmon odam. G'asson arablaridan bo'lgan mana Jabala. G'asson bu nasroniy arablar bo'lgan payg'ambarimiz davrida, juda katta qabila bo'lgan, Rum imperiyasini ittifoqchilaridan bo'lgan. Mana endi Umar ibn Xattob davrida bu G'asson iymonga kelgan, iymonga kelib bo'lishdi. Ana shu G'assonning amirlaridan bo'lgan Jabala ismli kishi Makka ga haj qilgani keldi. Haj qilib ketar ekan, islom deganga qabul qilgan, lekin hali ham johiliy tushunchalar bilan yashayapti. Tavof qilayotgan paytda bir sahroyi yigit, kambag'al yigit etagini bosib oladi beqasd. Haligi ridosi yelkasidan tushib ketadi. Shunday qarasa bitta oddiy odam bir urib bunini pachaqlab tashladi. Haligi yigit nima qiladi? Javob bera olmaydi. Xalifaning oldiga bordi, Umar ibn Xattob. Mana bunday ish bo'ldi, burnimni pachaqladi. Uni chaqirtirdi xalifa. Keldi. Ha, beadablik qiluvdi. Nima qildim? Adabini berdim dedi. Haqqimni oldim dedi. Amir al-Mu'minin nima dedi? Qarang, musulmonman deyapti. Makka ga kelib haj qilyapti. Lekin baribir tushuncha eskicha, johiliy. Modomiki tirnoqlaringda uni qoni turar ekan, uni rozi qilasan dedi. Jabala aytdiki, "Ey Amir al-Mu'minin" dedi. "Qanday qilib?" dedi. "Men arshi toj bo'lsam, u ko'chadagi odam bo'lsa, qanday qilib yulduzni yerga sajda qilishiga rozi bo'lasiz?" dedi. Amir al-Mu'minin nima dedi? "Oho, bu johiliyatning injiqligi-yu kibr shamolimi?" dedi. "Ha, biz bu narsani ko'mib tashlaganmiz. Ustiga yangi imorat qurganmiz. Bunda qullar va hurlar barobar" dedi. Jabala ko'nmadi bunga. "Men sizni oldingizga kelib iymon keltirsam, sizni oldingizda aziz mukarram bo'laman deb o'ylagan edim. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, meni shunga tenglab qo'yadigan bo'lsangiz, men diningizga murtadman" dedi. "Diningizdan chiqib ketaman" dedi. Xalifa aytdi, "Unday bo'lsa bo'yniga qilich uriladi" dedi. Tushunarlimi? Bergani mukofotlagani, bermay qo'ygani jazolagani emas. Kambag'allar, puli yo'qlar, u ham odam, siz ham odam. Sizni holatingiz qiyomatda unikidan ko'ra yengilroq bo'ladi. Chunki pulingiz yo'q, imtihoningiz oson bo'ladi. Kambag'al faqat qiyomat kuni xursand bo'ladi kambag'al bo'lganiga. Boy faqat qiyomat kuni pushaymon yeydi, qo'lida katta dunyo bo'lganiga. Agar solih amallarga sarflamagan bo'lsa. Agar birov o'zini mana shunga katta tutsa, boshqalardan bir baland tutadigan bo'lsa, kekkaysa, kibr qilsa, atrofdagilarga u aziz bo'lib, quvvatli bo'lib ko'rinadi. Musulmon unaqa bo'lmaydi. Musulmon odam doim o'zini Allohga muhtoj deb biladi. O'zini Allohga zor, faqir ekanligini tan olib turadi. Musulmon odam kamtar bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik. Allohga muhtoj bo'lgan, Allohga faqir bo'lgan banda kamtar bo'ladi. Kibr musulmon odamga yarashmaydi. Yana aytiladi, Alloh taolaga faqirlik, uning avvali bor, oxiri bor. Allohga bo'lgan muhtojlik, uning zohiri bor, botini bor. Uning avvali Alloh uchun hokisorlik, oxiri esa Alloh bilan aziz bo'lishlik. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam
Siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot. Allohning eng suyukli bandasi. Makka mukarramani fath qildilar 8-hijriy yilda. 13 yil Makkada mushriklar aziyat berdi payg'ambarimizga. 8 yil ular bilan jangu jadallarda payg'ambarimiz ko'p kurashdilar. 21 yil deganda Makka mukarramani fath qilib, g'olib qo'mondon bo'lib tuyasini ustida kelyaptilar Makkaga. Mana endi 21 yillik mehnat mashaqqatdan keyin bu Makkani fath qilgan qo'mondon mana shunday to'shini ko'tarib, gavdasini ko'tarib kirmadilar. Shuncha mehnat qildik, shuncha jangi jadal qildik. Mana endi biz g'olib bo'ldik deb kekkayib kirmadi, balki nima qildilar? Shunday engishib keldilarki, tuyasida o'tirib, soqoli yoki sallasi deyiladi, tuyasining o'rkachiga tegib turadi dedilar. Vaholanki Muhammad alayhisalom erishgan sharafga yer yuzida hech kim erishgan emas. Shunday bo'lsa ham o'zini Allohga hokisor tutdi, o'zini faqir bildi. Shuning uchun agar siz o'zingizni Allohga hokisor tutsangiz, odamlarning ko'zida darvishga o'xshab ko'rinasiz, to'g'ri? Agar Allohga o'zingizni muhtoj deb bilsangiz, o'zingizni faqir deb bilsangiz, u uchun kamtar bo'lsangiz, avvalingiz odamlarning ko'ziga xor bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin oxiri azizlik bo'ladi. Sha'ning ulug' bo'ladi, birodar. Odamlarga muhabbatli bo'lasan, haybatli bo'lasan. Kimdir qo'lida millionlari bo'ladi, ammo doim faqir. Nima uchun faqir u? Millioni bor u. Sababi bor. Sababi nima edi? Kambag'al bo'lib qolishlik xavotiri bor. O'shuning uchun kambag'al u. Eslang, $10,000 bo'lsa yetadi degansiz. $10,000 bo'ldi. Yetdimi? Yo'q, yana 10,000 yetmadi. Endi 20,000 bo'ldi pulingiz. Endi 50,000 yetmadi. Ha? Tanish manzarami? Eshitganmiz shu gapni gapirganlardan. Qo'lida millionlagan puli bor odam agar Allohga faqir, Allohga muhtojligini tan olmasa, doim faqir bo'ladi. Nima uchun? O'shuncha yetmay turaveradi-da. Bunaqa odamlar kambag'al bo'lib qolmay degan g'am sababli kambag'al bo'ladi. Bunaqa odamlar kasal bo'lib qolmay deb qo'rqqanidan, xavotir olganidan kasal bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Anta min xawfil faqri fi faqrin." Sen kambag'al bo'lib qolish qo'rquvi sababli kambag'alsan. Kambag'al bo'lib qolishning qo'rquvi bormi senda? Demak, sen kambag'al bo'laverasan. Demak, birodarlar, Allohga faqirlik, Allohga muhtojlik avvali bor, oxiri bor. Albatta buni oxiri azizlik bo'ladi. Sen agar Allohga o'zingni muhtoj deb bilsang, nima bo'ladi? Boshqa hamma narsadan behojat bo'lasan. Odamlarning eng boyiga aylanasan. Haqiqiy boy kim? Allohga haqiqiy muhtoj bo'lgan odam. Allohga haqiqiy muhtoj bo'lgan odam haqiqiy boy odam. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib aytadi: boylik va faqirlik deb ozgina sukut qildi. Boylik va faqirlik ba'dal ardi alalloh dedi. Allohga ro'baro bo'lingandan keyin ma'lum bo'ladi. Qiyomat kuniga Alloh taoloning oldiga borganimizda hisob kitob bo'lgandan keyin ko'ramiz kim haqiqiy boy bo'lgan, kim haqiqiy kambag'al bo'lgan. Birodarlar, bu dunyoning hayoti vaqtinchalik. Boyni boyligi ham bir necha yil xolos. Kambag'alni kambag'alligi ham bir necha yil xolos. Chunki unisi ham bunisi ham nima bo'ladi? O'ladi. Qiyomat kunida Alloh taologa ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi kimi boyligi, kimi kambag'al ekanligi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.